Vlahovic, Neuer, Lewandowski, Alaba, Salah, Bernardo Silva ushbu futbolchilarning shartnomasi yozda tugab erkin agentga aylanishadi va katta ehtimol jamoalarni ham almashtirsa kerak. Jahon chempionatidan keyin futbolchilarning narxi oshishini hisobga olsak, bizni dahshatli transfer oynasi kutib turibdi. Videoni cho'zmasdan ro'yxatga o'tamiz. Top 10 yozda kutilayotgan transferlar. Alessandro Bastoni Barselonaga. Alessandro Bastoni transferi hali yoz kelmagan bo'lsa-da, barcha transfer publiklarning mavzusiga aylandi. 27 yoshli italiyalik markaziy himoyachi Barselona bilan allaqachon kelishuvga erishgan. Endi faqat jamoalar o'zaro kelisha olsa, transfer yakunlanishi kutilmoqda. Nega Barsa Bastoniga bunchalik qiziqib transferga mablag' ajratmoqchi? Sababi oddiy. Ronaldo Araujoning so'nggi yillardagi super performanslari sabab Barselona himoyasi sezilarli darajada sustlashdi va Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyatsizliklarning sababi ham aynan shunda edi. Bastoni hozirgacha Inter safida 300 dan ortiq o'yin o'tkazib, 7 ta gol urib, 30 ta assist amalga oshirgan. Markaziy himoyachi uchun bu ajoyib statistika. Asosiy muammo nimada? Inter himoyachi uchun 80 million yevro talab qilmoqda. Barselona esa markaziy himoyachi uchun bunday summani bera olmaydi. Deko aytgandek, ushbu yozdagi asosiy kuchaytiriladigan pozitsiya bu markaziy hujumchi. Barsa Inter bilan kelishuvga Hector Fordni qo'shib transfer summasini biroz kamaytirishi mumkin. 50-60 million yevrogacha. Interning o'zi ham Fordga qiziqish bildirayotganini hisobga olsak, ushbu transfer yozda amalga oshishi mumkin. Alisson Juventusga. Bu yil yozda Turinda katta transfer kutilmoqda. Fabrizio Romano aytishiga qaraganda, Juventus Liverpool darvozaboni Alissonni o'z tarkibiga qo'shib olishi mumkin. Braziliyalik darvozabon Juventusning hozirgi murabbiyi Luciano Spalletti bilan Romada ishlagan va transfer turinliklar uchun muammo bo'lmasligi kerak. Alisson 2018-yilda Liverpoolga o'tib, 2 ta Premier Liga va 2019-yilda Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgandi. Lekin 33 yoshda uning Anfielddagi o'z yurishi tugab bormoqda. Valensiyadan Georgiy Mamardashvili o'tgan yil transfer qilinganda, Alisson 1-2 yil ichida jamoadan ketishi aniq edi va katta ehtimol shu yozda futbolchi Juventusga o'tsa kerak. Fabrizio Romano xabar berishicha, Juventus darvozabonga 3 yillik shartnoma tayyorlamoqda, lekin Alissonning yiliga 8 million yevrolik maoshi turinliklar uchun muammoga aylansa kerak. Ko'ramiz, balki ushbu transferdan keyin Juventus o'ziga kelib, yana Scudetto uchun kurashga qo'shilar. Tchouaméni yoki Sandro Tonali Manchester Unitedga. Michael Carrick Manchester Unitedga murabbiy bo'lgandan keyin jamoaning natijalari ijobiy tarafga o'zgardi va hatto qizil iblizlar keyingi yil Chempionlar Ligasida ham ishtirok etishi mumkin. Lekin Unitedning yarim himoyasi juda achinarli ahvolga kelib qoldi. Casemironing yoshi o'tgani hamda Manuel Ugartening nostabil formasi sabab mankunianliklar ushbu yozda yarim himoya uchun kattagina summa ajratsa kerak. Shortlistda Sandro Tonali hamda Real Madrid yarim himoyachisi Aurelien Tchouaméni. Fransuz uchun United 100 million yevro taklif qilishga tayyor, lekin asosiy muammo Real Madrid futbolchini sotishni o'ylamayapti. Qolaversa, Tchouaménining o'zi ham Madridda baxtli ekanligini ta'kidlagan. Faqatgina Rodri Realga